Uyga asfalt bostirayotganingizda mashina do'stlar e'tiborga olib qarang do'stlar, yaxshi asfalt benzin quyib yoqib yuboradigan bo'lsangiz ham do'stlar, o'zini issig'i bitimi zo'r bo'ladigan bo'lsa o'chirib qo'yarkan. Bitim do'stlar rossiyskiy bo'lish kerak ekan. Hozirgi kunda do'stlar uyga asfalt chaqirtirib do'stlar asfalt bostirish necha pulga tushyapti? 220 kvadrat Qo'qon Yaypanga yetib kelganmiz do'stlar, 20 tonna asfaltimizni Xudo xohlasa do'stlar akalarimiz chiroyli holatda yotkizib berishyapti ekan. Qaranglar do'stlar, uglonlarini nolga olishgan, undan tashqari maxsus vibrakatoylarda bosilar ekan. To'liq ma'lumotini Xudo xohlasa mana shu ishda do'stlar olib borayotgan boshlig'i Andahamjon akamiz bilan to'liq ma'lumotini beramiz. Faqat oxirigacha tomosha qiling do'stlar. Sizni uyingiz necha kvadrat bo'ladi, necha pulga tushadi? Undan tashqari bu asfaltning ichiga qo'shilgan bitimi, pisoylari qanaqa ishlatilgan to'liq ma'lumotini endi akamiz bilan berib o'tamiz. Xo'p, Andahamjon aka, birinchi navbatda so'raladigan narsa asfaltning ko'chib ketmaydimi deydiganlarga bitimi qanaqa bitim qo'shilgan bo'ladi aka bunga? Assalomu alaykum aziz obunachlar. Alaykum assalom. Bu asfaltimiz Farg'ona maxsus asfalt zavoddan kelgan, rossiyskiy bitimda bo'ladi. Rossiyskiy bitim. Rossiyskiy bitimda pesoga yuvilgan, albatta o'zining ming paroshoylari qo'shiladigan asfalt bo'ladi. Hamma narsasi Xudo xohlasa ideal holatda aka. Ideal holatda. Gap yo'q. Aka hozir batga 1 santimetrlik qilib bosib berilyapti Xudo xohlasa. Mana shu yerga 6 santimetr tashalyapti aka, 5 santimetr toza qoladi Xudo xohlasa. 5 santimetr qolishi bo'ladi. Qolishi bo'ladi aka. Gap yo'q, zo'r. 5 santimetr qoladi. Birinchi aka ko'rdim, u akamiz oddiy katoyda bosib tevasini silliqlagandan keyin nariginda vibrakatoyda bosib berar ekansiz aka. Albatta, oldin katoyda bosib olganimizda, tekisda olganimizdan keyin tevasini vibrakatoyda bosamiz. Bunda trambovkasini izchilligini yana ham oshirib beradi. Yana ham o'sha mo'shlik kuchayadi, bu holatda hech narsa bo'lmaydi. Shu kungacha bosib kelyapti, haligacha bironta inson bunaqa bo'lyapti degan joyi yo'q aka. O'sha uchun ishonchliligi uchun qo'rqmasdan olib kelib, mana shu chiroyli xizmatlar qilib beryapmiz. Gap yo'q, zo'r. Xudo xohlasa akalar ko'rib turganlaringda vibrakator ishlayapti. Qaranglar, yangi bosilgan asfaltni ustiga chiqib bo'lmaydi. Bular do'stlar bosgandan keyin bemalol yursiz bo'laverar ekan. Sababi yaxshi bosilgan asfaltda iz chiqmaydi. To'g'rimi aka? Yaxshi asfalt bosilsa iz chiqmaydi, ustida yursa bo'laveradi. Albatta, bemalol yuraveradi, izi chiqmaydi, boshqa bo'lmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Gap yo'q. Zo'r. Aka nimaga bu suv sepib turib bosyapti sababi? Sababi ana katoyimizga suv yopishib qolmaydi vibrabiltamizga. Saqich hozir buniki saqichi o'zining me'yoridan oshiqcha qo'shiliq hisobiga suv bilan bosamiz. Gap yo'q. Agar saqich kam bo'lsa qo'shilgan. Bo'lmaydi, shuning uchun gap yo'q. Rossiyskiy bo'ladimi bitim aka? Albatta rossiyskiy bitimda bo'ladi. Rossiyskiy bitim bo'ladi. Akalar keyin mayilligini ham bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'rib turganingizda do'stlar, mayin pisoylari yuvilgan pisoy. Albatta 2 marta yuvilgan pisoyda bo'ladi bu. 2 marta yuvilgan pisoy bo'lyapti. Zo'r, gap yo'q. Aka ertalab kelindi, o'zi kelganimizda adashmasam zasikasi o'sha kelganimizda birga keldi. Birga keldi. Zo'r. Hozir shunda aka bitta xonadonni uzoq vaqtini ushlamas ekansiz, bir kunda Xudo xohlasa tekislab ketiladi. Bir kunda Xudo xohlasa tekislab, zasikasi, asfalt, trambovkasi hamma yo'lni qilib olamiz aka. Bir xilda hamma yo'lni. Oldin zasikani qilamiz, trambovka qilib, trambovkadan yana bir qator tekislab turib ko'rib holatlarini. Undan keyin asfalt tashab, asfaltni bosib, katoyda bosib, undan keyin yana trambovka qilamiz. Ana trambovka apparati ishlayapti. 3-bosqich bo'lar ekan. 3-bosqich bo'ladi aka bu. Oxirgisi bo'ladi. Gap yo'q, zo'r. Akalar, hozir aka qarang, pisoyni uyda egasi olib bersa, mashina qilib nolga olib, tayinli ham trambovka qilib berishingiz bepul bu. Besplatni, buni xizmati besplatni bo'ladi. Faqat biz asfaltni kvadratiga pul olamiz xolos, asfaltni bitishga olamiz xolos. Asfaltni bitishiga do'stlar olinadi. Bu xonadonga aka, hozir qarang, Qo'qon Yaypaga kelganmiz, men o'zim uyimdan zavod adashmasam bir 10 kilometr yonaverida. Bat aka meni uyimdan 100 kilometr ekan, lokatsiya tashlaganingizda. 100 kilometr farqi yo'qmi? Vodiy Libo joyga borib bosaverasizmi? Andijon, Farg'ona, Namangan Libo joyiga borib bosalaman. Tog'ni bag'iga xullas aloqaga chiqishaveradi. Tog'ni bu tomoniga bo'lsa bo'ldi, aloqaga chiqishaveradi aka. Gap yo'q. Hamma barcha xizmatlar shuning ichida mujassam. Shunda aka bu xonadonning egasiga xuddi mashina qilib aka zasikasini nolga olib trambovka qildirish, asfaltni olib kelib jamoangiz bilan bosib berish xizmati nech puldan tushadi bir kvadratda? Mana shu xonadonga 75 ming so'mdan tushyapti. 65 mingdan 75 ming so'mgacha asfaltimiz bor aka. Sababi buni qalin yupqaligiga qarab bo'ladi. Albatta qalin bo'lsa, masalan, 5 santimetr toza qoladi, 75 ming so'mdan hamma xizmati ichida bo'ladi. Dastavkasi, xizmatlari hammasi ichida bo'ladi, shuning ichida. Shunda asfaltni o'zlari olib keltirishadi do'stlar. Xuddi mashina qilib akalarimiz do'stlar nolga olib yotkizib berishadi. Akalarimiz uni ustidan do'stlar ikkinchi bosqichda xuddi ana shu o'zimizning katoy, eski milliy katoyimizda do'stlar bir qator tevasini silliqlab berilgandan keyin oxiri do'stlar mana shu akamiz polni do'stlar prislab chiqargan.
Sababi bu narsa keyin ko'chib ketmasligiga sabab bitim yaxshi qo'shilgan, bosganda do'stlar birlashtirib yuboradi, moshinasi juda ham kuchayib ketadi. Bosgan asfalingiz do'stlar bemalol sizni qaritadigan darajada umri uzoq bo'ladi. Suvda bosishning sababi juda ko'p odam o'tgan safar suvni ham so'ragan ekan. Suv do'stlar kato yopishib qolmasligi uchun, yuzasi silliq chiqishligi uchun qilinar ekan. Gap yo'q, zo'r. 65 ming so'mdan 75 ming so'mgacha. Albatta 65 ming 75 ming so'mgacha masofasiga qarab. Masofasiga qarab. Albatta masofasiga qarab. Keyin aka bir xilgilar aytayapti, burchatkani ustidan ham bossak bo'laveradimi deyapti aka. Albatta burchatka steshkani ustidan bossa bo'ladi, faqat rossiyskiy bitimda bo'lsa. Faqat rossiyskiy bitimda bo'lsa. Faqat rossiyskiy bitimda biz bosamiz, boshqa asfalt nimada bosmaymiz. Boshqa asfalt nima qilmaysiz? Boshqa bitimda bosmaymiz, faqat mashinada bosamiz. Shuning uchun brendimiz ham shu Farg'ona maxsus asfalt bo'ladi. Farg'ona maxsus asfalt. Albatta. Do'stlar, yana yaxshi tomoni, akalarimizga aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, aka bizga odam olib kelib bering, boshqa narsa qilib bering. Umuman bunaqa narsa yo'q aka. O'zlarini tajribali ustalari bor. Mana xudo xolasa 3 yildan beri do'stlar tinmasdan akalarimiz har bitta xonadonga kirib, xuddi mana shunday holatda, go'zal holatda obyektlarni bitkizib berishyapti ekan. Bu tomonda do'stlar mana to'kilgan joyi, to'kilganda ham pastlariga narsalar solib berishdi. Mana shu uyda egasi bergan bu narsani. Xudo xolasa ko'rdilaring do'stlar, yonishini bitta yonganda do'stlar asfaltni issig'i zo'r bo'ladigan bo'lsa o'chadi. Dakansa yonib ketmaydi. Agar bitim adashmasam sal o'rtacharoq bo'lsa, bu ham yonib ketsa kerak. Albatta aka. Xuddi mana shu holatda xudo xolasa chiroyli qilib bosiladi. Bitimi o'rtacha bo'ladigan bo'lsa, asfalt ko'chish xususiyati ko'p bo'ladi. Hozir bunda garantiya bor ekan. Garantiyasi 1 yil garantiyasi bor. Kafolat va qayerga ko'chsa boshqa bo'lsa, buni biz qilib berish xizmatlarimiz ham bor. Qilib berish xizmati ham bor. Xizmati ham bor. Ya'ni bir sezon qor, yomg'ir, shamol hamma yo'lni ko'rib oladi. Hamma yo'lni ko'rib olaveradi, bemalol. Uklonlarigacha hamma yo'l esa bexijolat. Gapi o'zi ukloni to'g'risini aytaman, telefonda qanaqa ko'rinyapti, mana shu yerda o'zidan ham cho'tki ko'rinyapti akalar. Yomg'ir, qor yog'adigan bo'lsa, mana agar o'timizga do'stlar har tomonda uklonni olib kelishgan. Sahnanikini ham do'stlar mana shunga bilinmas darajada qilishgan, suv quyadigan bo'lsangiz ketadi suvi. Agar siz ham uyingizga do'stlar rossiyskiy bitim qo'shilgan, undan tashqari garantiyasi bor, kelib o'zlari hamma yo'g'ini nolga bitkizib beradigan, ustidan asfalt xizmati ish kerak bo'ladigan bo'lsa, video pastda nomerlari turibdi. Bemalol aloqaga chiqadigan bo'lsalar, inshaalloh hammani xonadonini do'stlar cho'tki qilib bitkizib berishyapti. Siznikini ham xuddi mana shu ko'rinishda bitkizib berishadi. Ana hammaga video pastda nomerda ijtimoiy tarmoqlaringiz ham ishlaydi. Chunki Rossiya, Koreya, chet elda ishlayotganlar borda, internet orqali aloqaga chiqiladigan bo'lsa, unda ham gaplashsa bo'laveradi. Albatta, hammasini mijozlarimiz barcha qulayliklar sharoitlar yaratib, mana shunday chiroyli sifatli asfaltlar qilib beramiz. Gap yo'q. Agar ko'chaga bo'ladigan bo'lsa-ki, ko'chaga necha puldan bo'ladi? Ko'chaga tonnalarga hisoblanadi, tonnaga hisoblanadi. Tonnasi necha puldan? Tonnasi 750 ming so'mgacha. 750 ming so'm. Akalar 750 ming so'mdan bir tonnasi ko'cha. Endi unga sal qalinroq bosish kerak, to'g'rimi? Unga qalinroq bosiladi, bexijolat bo'ladi, bemalol Samsung ismi Hova deysizmi, katta mashinalar yuki bilan kiraveradigan bo'ladi. Gap yo'q, cho'tki qilib bosib berasiz. Albatta. Zo'r. Akalar, xudo xolasa video pastda akamiz nomeri, aloqaga chiqaverasizlar. Kimga xuddi mana shunaqa xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Yoqqan bo'lsa, like bilan podpishka qilib qo'yasizlar, sog' bo'linglar.